Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bizdan obunachilarimiz sinchlik uy haqida ma'lumot berishini so'rashgan. Biz hozir sizlarga sinchlik uyni qidirib topib keldik. Endi shularni qo'limizdan kelgancha sinchlik uylar haqida qo'limizdan kelgancha sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Qani bo'lsa boshlaylik. Qadrdonlar, mana sinchlik uyda fundament qo'ygandan keyin birinchi o'rinda pishig'ichni urishni boshlashadi. Pishig'ichni urishni boshlashadi. Sababi betondan chiqqan zaxni tepaga bermaslik. Bu chorchop deb qo'yiladi. Chorchop qayerdandir, yana har xil nomlanadi. Bizni hududda chorchop deyishadi. Chorchop qismiga namni o'tkazmaslik va chertib qo'ymaslik maqsadida qo'yiladi. Agar qora qog'oz yozib olsa, unda ham yaxshi bo'ladi. Xo'p, sinchlik uyda mana ustullari bo'ladi. Mana endi hozirgi zamon tilida kolonnalar bo'ladi. Mana tevadagi qismi sisma qismi bo'ladi. Xori deb qo'yardi oldin. Xorilar deyiladi. Hozirgi kunda zamonaviy temir betondan qo'shyapti. Bular nima qismi? Sisma poyez qismi. Mana ular endi ustullar, endi kolonna qismlari. Endi sinchlik uylar eskilar aytishadi, sinchlik uyim, tinchlik uyim deyishadi. Buni sababi juda ham ko'p material ishlaydi, manaqa havolar berib qo'yiladi. Havolardan berishdan sabab bu yoqqa uy ketmaslik. Ko'rib turibsizlar, hozir hech qanaqa devor yo'q, karkas, shunchaki karkas tomni ushlab turibdi. Tomda ham bir taxminan 100 ta shifr ketibdi. 100 ta shifr hazlakan bo'lmaydi. Og'irligini shuni ushlab turibdi. Mana shu ustilar bemalol ushlab turibdi. Shuning uchun eskilar sinchlik uyim, tinchlik uyim deb shunga aytishadi. Mana ko'ryapsizlar, mana xori qismlarini ham bakvatidan qo'yibdi. Ya'ni uyda ushlab turadigan qismlardan bittasi shu bo'ladi. Endi biz o'zimiz ham ustachilik qilib yurganmiz. Xabarimiz bor, misol eski uylarni buzganimizda sinchlik uylarga kelganda juda ham qiynalib ketadi buzishga. Do'stlar, mana endi ko'rib turibsizlar. Endi buni oralarini go'la kessa bilan to'ldiradi, yo bo'lmasa paxsa qilishadi. Paxsani qilishni eskilar juda yaxshi bilgan. Misol uchun sinchlik uylar, paxsadan bo'lgan uylar ekologически toza, juda ham issiq, yaxshi ushlab beradigan yaxshi narsa bo'lgan. Endi o'zimiz usta bo'lganimiz uchun issiq utepleniya, sohamiz issiq, sovuq utepleniyalar bilan shug'ullanish tekshirib ko'rganmiz. Misol uchun loy issiqda zo'r ushlab beradigan narsalardan bittasi bo'ladi. Endi hozirgi kunda polistirolon bor, gazoblosh shunga o'xshagan narsalar chiqdi. Polistirolon shunga o'xshagan narsalar bor. Endi o'shalar bilan kerak bo'lsa bahslashaveradigan narsa bo'ladi. Qalinligi hisobiga issiqda zo'r ushlab beradi. Do'stlar, mana endi hozir tom qismiga keldik. Bu yerda loy bosishga tayyor qilib qo'yibdi. Endi kunlar isishini kutishyapti, paxsasini urib loylarini bosib yuboradi, yo bo'lsa zamonaviy lombozlardan foydalanishadi. Biz Andijonda kelgan tomni jina ko'tarib qilishadi. Sababi uyni sal balandroq, chiroyliroq ko'rsatish uchun mana ustunlardan foydalanishadi. Mana shunaqa ozgina ko'tarib qo'yishadi. Bu tom qismiga keladi. Narxiga keladigan bo'lsak, bitta shifrini 70 ming so'mdan qilib berishibdi ustalar. Shifr bay qilishibdi, arzon qilganmi, qimmat qilganmi? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, bittadan like ni bosib qo'yamiz, do'stlarga jo'natib qo'yamiz. Izohlarda o'z fikrimizni qoldiramiz. Kanalda juda ham foydali videolar ko'p, obuna bo'lishni unutmaymiz.